4 litr расход qiladigan mashina qidiryapsizmi? Hozir bitta obzor qilib beraman. Mashinamiz Suzuki Celerio. Qarang qanaqa kompaktli mashina, yaxshi diska balonlarda chiqqan ekan. Bor yo'g'i shaharda 4 litr расход qilar ekan. Mana bu yerda multirul turibdi. Monitor, konditsioner, avtomat korobka, mana salonning holati, patalolarning holati. Kraska radnoy ekan, suyagi butun 2023-yil, bor yo'g'i 31 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Orqa salonlar ham keng, ko'ryapsizmi? Qanaqa zo'r holatda turibdi, xudo xolasa. Mana bagaj atseklarini qarang, qanaqa zo'r ekan. Hozir bitta xudo xolasa motorini ko'ramiz. Teklarini qarang. Motor 1 litr atmosferning zo'r motor turibdi. Qani bitta haydab ko'raylik. Qanaqa yurar ekan? Zo'r ekan, xudo xolasa bitta haydab ko'rib test drive ko'raylik-chi. Torchlari zo'r ekan, xudo xolasa. Kelib haydab ko'ring, bemalol test drive ko'ring. Yurishi zo'r ekan, ekonom rejimlari ham hammasi chotki. Menga yoqdi to'g'risi, kompaktli mashina. Narxini ham aytib o'taman, 10.100 startovat qilyaptilar. Olgan odamga buyursin, Alloh bor. Sizda xudo xolasa hamma ishlaringiz yurishiga, omadingiz kelishiga zo'r imkoniyatlar bor.